Yurak qon tomir kasalliklari dunyo bo'yicha eng ko'p o'limga sabab bo'luvchi omil hisoblanadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2024-yilgi ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, 18 million nafardan ortiq insonlar ayni xastalik oqibatida olamdan ko'z yumishadi. Yana 330 milliondan ortiq inson nogiron bo'lib qolmoqda. Shu boisdan yurtimizda aholining yurak qon tomir tizimi salomatligini saqlash, ayanchli oqibatlarni oldini olish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filialida ham muayyan ishlar olib borilyapti. Batafsil muxbirimiz lavhasida. So'nggi yillarda nosog'lom turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish hamda atrof muhitning ifloslanishi sababli insonlar o'rtasida yurak qon tomir kasalliklari keskin oshmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tomonidan olib borilayotgan sa'y-harakatlar bu kabi ko'rsatkichlar viloyat aholisi o'rtasida oshib borishining oldini olishga qaratilgan. Jumladan, joriy yilning aprel-may oylarida o'tkazilgan sog'lomlashtirish oyligida 1152 nafar fuqaro to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 694 nafar bemorga ambulator, 312 nafar bemorga esa statsionar davolanish tavsiya etildi. Shulardan 178 nafarga viloyat darajasidagi ixtisoslashtirilgan markazlarda chuqurlashtirilgan tekshiruv va davolash zarur deb topildi. Viloyatimizdagi kam ta'minlangan reyestrga kirgan bemorlarni to'liq ko'rikdan chuqurlashtirilgan ko'rikdan o'tkazib, topilgan kasalliklarni hammasini yana tekshirish maqsadida mana statsionar sharoitda shifoxonalarga yotqizib, tekshirib, ayrimlariga mana jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Shu jumladan bizning markazimiz xodimlari ham tumanlarga chiqib, bemorlarni ko'rikdan o'tkazib, topilgan kasallarni o'zimizga yotqirib davolash uchun yuborilmoqda. Ko'p yillar davomida mana shu imkoniyati bo'lmaganligi sababli jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lib turib, lekin o'tkazilmaganlari ko'pchilikni tashkil qilyapti. Shuningdek, 12 nafar bemor davlat byudjeti mablag'lari hisobidan konservativ, ya'ni dori-darmon va fizioterapevtik muolajalar asosida davolangan bo'lsa, 3 nafar bemorga yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Men ancha yildan beri yurak parol bilan davolanib yuraman. Qon bosim balandligi uchun yo'llanma bilan kelganman. Keyin hamma natija tekshiruvlar o'tkazdi, bepul hamma narsasi yuragimni tekshirib. O'shanda yaxshi chiqdim, Xudoga shukr. Jarrohlik amaliyotimga ehtiyojim yo'q ekan, shundan xursandman. Doktorlarimizga rahmat hammasiga ham. Shu bilan birga markaz filialida xalqaro gipertoniyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan bepul tibbiy ko'riklar tashkil etilib, unda 200 nafarga yaqin bemorlar ultratovush tekshiruvi, ekokardiografiya, elektrokardiogramma tekshiruvlardan o'tkazilib, qon bosim ko'rsatkichlari aniqlandi. Bemorlarimiz hammasi 60 yoshdan oshiq, 70-75 yoshdagi bu bemorlar bo'lib, ular har zamon ko'rikdan o'tib turish kerak. Ularda qon bosimlari ko'tarilib turadi. Shuning uchun ularni umrini uzaytirish, yaxshi yashashi uchun shu ko'riklar tashkil etilgan. Ularni shu bugun olib kelib, hammasini shu ko'rikdan bepul o'tkazmoqdamiz. Ma'lumot o'rnida iyun oyida ham viloyat darajasida tavsiya etilgan bemorlardan 16 nafarning filialda davolanishi rejalashtirilgan. Albatta, bu kabi tibbiy ko'riklar aholi salomatligini saqlash, kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olish, shuningdek, ularning davo istab ortiqcha vaqt va mablag' sarflashlarga barham berishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.